Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Bitta so'rayman deyatgandim sizdan. So'ra, pul so'ramasang bo'ldi-ku. Yo'q, pul emas. Bitta qizni yaxshi ko'raman men. Ha? Lekin uylanmayman, aldab yuribman, yaxshi ko'rib. Hop. Shunga mashina sovg'a qiling deb so'rayapti. Hozir mashina sovg'a qilsam, xarid bo'lib qolmaymanmi? Yo'q, hali bu. Sen hali bo'lib qolmaysan. Endi sen tug'ib katta qilgan-ku. Haliga iloji bo'lsa u qizni kantagingga jannatim otam, jannatim onamni saran tiqib qo'y-ku. U hali bo'lmaysan. Menga qarang. Sen jinnatmisan. G'alati, hozir men niye joyidamiz endi? O'ylanib savol beryapsan. Uka menga bir hafta qilma, bir umr qilma uka. Ketib bor, bilet olib, cho'ntagingda puling bormi, pasporting bilan? Ketganlarga bir qariyalarga ketib bor, tushundingmi? Ammo uka aytib, pita-pol tayyor ko'rib qolmay, singiz qirg'i beraman. Mol emasmisan sen? Nima ular deyapsan sen? Men sizni biladi deb so'radim-da, aka. Bilmayman men, asabiylashtırma meni bir borga sur. Bo'pti, hozir bittasidan so'rab ko'raman yana. Boshqasidan so'raysanmi sen? Bor, uka, shu olmay bir joyda. Bor.